birovni gunohlari bilan mashg'ul bo'lish insonni o'zini imtihonini og'irlashtirib qo'yadi. Ko'tara olmaydigan yukka kirmaylik. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Xo'p, bu siroj, uni atrofidagilar ko'zinglarni ochinglar. Nahs ishga aralashdinglar, nahsning kasofati urdi hammanglarga. Tavba qiladigan fursat. Xudodan qo'rqlaring. Qonuniy asosga aralashayotganimiz yo'q. Hali hanuzgacha aytyapmizki, qonuniy asosni O'zbekistonda huquq ishlayapti. Uni javobini albatta berishadi. Qonun ustuvor ta'minlashimiz kerak buni. Lekin Xudodan qo'rqish masalasini bir chetga otib bo'lmaydi. Bir chetga otib yuboravermaylik. Allohdan qo'rqish masalasi ham tursin. Hop, o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Haqdan Alloh taolo bizni ayirmasin.